shoir Xayriddinjon Qosimiyning o'zini yozgan she'ri shaxsan o'z farmoyishiga taqdim bo'ladi. Qizgina kiribsan bu qalbimga, sen bo'lmasang kunim o'tmas hayot qiz, sen bo'lmasang kunim o'tmas hayot qiz. Sen deb roziman jonim o'limga, aqlimdan chiqmaysan o'zing hayot qiz, aqlimdan chiqmaysan o'zing hayot qiz. Kiribsan bu qalbimga, sen bo'lmasang kunim o'tmas hayot qiz, sen bo'lmasang kunim o'tmas hayot qiz. Sen deb roziman jonim o'limga, aqlimdan chiqmaysan o'zing hayot qiz, aqlimdan chiqmaysan o'zing hayot qiz. Shoir Xayriddin Qosimiyning WhatsApp raqamlari 2090 544 715 61 44. Unutmang do'stlar. Avval bor ko'rganda seni tanidim, telefon qilib seni sesingni to'ydim. Avval ko'rganimda seni tanidim, telefon qilib seni sesingni to'ydim. Hali deb kim sen deb so'radim, javob shuldir oshiq senga hayot qiz, javob shuldir oshiq senga hayot qiz. Hali deb kim sen deb so'radim, javob shuldir oshiq senga hayot qiz, javob shuldir oshiq senga hayot qiz. Shirin ovozlaring dardimga darmon. Ey sevgilim o'zing qancha mehribon. Shirin ovozlaring dardimga darmon. Ey sevgilim o'zing qancha mehribon. Men senga yetishsam qolmaydi armon, bir seni sevaman bilgin hayot qiz. Men senga yetishsam qolmaydi armon, bir seni